Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan O'rta Osiyoda eng katta saqlov maydoniga ega bo'lgan Uzun Marketda omborxonasini qanday ishlashini bilib olamiz. Hozir o'sha aytganimdek, hamma uchun bu video foydali bo'lishiga qaysi joyda sotuvchilar xato qilyapti upakovka bo'yicha, o'sha qaysi etapda bo'ladi? Bitta zakaz tushdi, o'shani hozir yig'amiz, to'g'rimi? To'g'ri. Urib, skaner qilib, через skaner o'tkazib, sanab chiqishadi. To'g'rimi? To'g'ri. Bu time slotlar, ya'ni kech chiqishida. Bir xilda har doim 2 kunda, 3 kunda chiqmaydi. 10 kunga ham cho'zilib ketishi mumkin-da. Agar 9 millionta bo'lib 25 milliontaga chiqsa, nimaga unda time slotda cho'ziladi? 7 ta etajdan iborat. Biz hozir yirik gabarit tovarlar joylashgan joyga keldik. Ijtimoiy himoya agentligidan ro'yxatdan o'tgan o'sha 1-2, 3 nogiron insonlar Uzun Marketdan mana shu tovarlarni bepulga ola oladi. Upakovka boshlanadi bizada. Upakovkani ham hozir ko'rib chiqamiz. O yüzden bir upakovka qilib ko'rasiz. Bo'ldi, zo'r bo'lardi. Bitta like bosib qo'ysanglar bo'ldi.